ikki xonali razdelniy boshqacha proyektimiz chiqdi. Koridorni qaranglar, qanaqa chiroyli qilib qo'yilgan. Mana bu narsasi juda ham zo'r o'ylanibdi. Ya'ni hojatxonadan chiqqanda shundoqqina rakovinani qo'yib qo'yishgan yoki uydan shoshib chiqib ketayotganingizda ham qo'l yuvib ketishga mos ekan. Xo'p, mehmonxona qismini ko'rishingiz mumkin. Dizaynerskiy proyektda juda ham chiroyli chiqqan remontimiz. Mana bu joyda televizor zonani ko'rishingiz mumkin. Mehki mebellari ham tayyor qo'yilgan, dekorlariga o'zingizlar e'tibor qo'yasizlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Ikki xona, uch xona qilingan, ya'ni balkonimizga oshxona ko'chirib o'tkazilgan. Mana bunaqa og'ir razbejnoy sifatli eshiklardan qo'yilgan ekan. Oshxona mana bunaqa mebellarni chiroyli qilib qo'yib qo'yishgan. Hamma sharoiti bilan tayyor turibdi. Duxovkalarigacha o'rnatib ketishgan ekan. O'zingizlar ko'rib turgandek mehmonxonani bu tomondan ko'rinishi. Xo'p, mana bu joyda esa bitta detskiy xona sifatida qoldirilgan. Ko'rib turganingizdek, hamma sharoiti bor. Ya'ni отдельный krovat, shkaflari, dars tayyorlash uchun sharoiti ham bor va plisoslarni ham hali ochilmagan, yangi o'rnatib ketgan. Mabodo kimdir ijaraga qo'yib qo'ymoqchi bo'lsa, bemalol 700-800 dollarga o'ylanmasdan qo'yib yuboradigan joyi. Bu yog'imizda esa yotoqxonamiz bo'ladi. Yotoqxonani ham ko'rishingiz mumkin. Boshqacha chiroyli chiqqan. To'g'rispanlilar, bularning dekorlarini ham qarang. Juda ham yumshoqqina, zo'r chiqqan, shkaflari ham tayyor o'rnatilgan. Manzilimiz Chilonzor 18-kvartalda joylashgan. Orientirga parlamentni bersak bo'ladi. Xo'p, 75 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Opsiyada telefon nomeri qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.